arzimagan e'tiborsizlik sababli mana qo'y oyog'i suyak ko'rinib qolgan. Nima bo'lgan bunga? Ko'rgan bo'lsanglar, o'tgan videoda qo'y oyog'i qurtlab ketgandi. Buni davolayapmiz. MS82-425 raqamli qo'yimiz. Bu alohidan qo'radan ajratib olib, alohida karantin qilib davolayapmiz. Ko'p odam so'radi, bu qo'yingizga davolayapsizmi, yoki so'yib yubordingizmi, nima qildingiz deb aytibdi. Biz bu qo'yni qo'limizdan kelgancha davolayapmiz. Mana narsalarni olib kelib olganmiz. O'tgan videoni ko'rgan bo'lsanglar, juda yomon bo'lib ahvoli qurtlab ketgandi. Endi buni davolayapmiz. Bunga nima qildik? Birinchi bo'lib qurtni tozaladik. 40 tachaga yaqin qurt chiqdi. Undan keyin vodorod peroksid bilan yaxshilab yuvib, chayib olganmiz. Keyin margansovka bilan chaydik va kralin bilan o'rab baylab qo'ydik. Bugun 3-kun, mana ko'rishlar mumkin, ahvoli juda yaxshi qo'ydi. Ringida hozir tozalab tashladim. Endi bunga nima qilamiz? Yana vodorod peroksid bilan chayib, margansovka bilan chayib, keyin Bishinovskiy degan mazdan olib, yaxshilab o'rab, yana bekitib qo'yamiz. Xudo xolasa qo'yimizni davolaymiz. Qo'limizdan kelgan sababini qilyapmiz. Akalar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar, qo'yni davolaymiz. Xudo xolasa yurgan yoki bu narsa bo'lsa, uni videosini обязательно qo'yaman. Yana 3-qismi qilib chiqarib qo'yaman. Qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar akalar. Charchamanglar.